yaxşıraq yetiştirishga tirishimiz. Bundan keyingi işlerimizmi, faaliyetlerimizmi şu tarafdan bo'ldi albatta. Nişanımız şu, Uyghur medeniyetini, Uyghur tilini, Uyghur kimligini qo'g'dab qilishga tirishish. Ben Mavrat Kamal, Uyghur bir hanım. Türkiye'de türüme, özüm bir akademisyen. Beykent Üniversitesi'nde işleyme. Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde uzun yıllarına yakın Türklerin tarihi, kadimki Uygurca, kadimki Türkçe, ondan keyin Karahanlı devrine ait, ondan keyin Çağatay devrine ait hem medeniyet hem til derslerini berip keladım. Beijing'de okugandan keyin men Uyghur Dili ve Edebiyatı Fakültesinde bölümünde okudum. Okup onun ki üyede aslında benim yana yüksek Ali mektepte yana devamlı okuş niyetim battı. Master okay dep oylagan. Lekin 89 yılı Tiananmen vakası da bir vaka bolgan. O vakadan keyin bütün şu yaşlarını bir qetim meni hazır muşuna davatıda yezilağı düşüp terbiye eliş gerek dep degan bir ta'limot bilan men aslida ayt yaxshi o'qigan maktabda men o'qishni bitgandan keyin ya'ni qaytib kelib master o'qiydigan bo'lib shunda qilib ketgandim. Ama men qaytib kelgandan keyin mening bir necha oy hatta 20 yilga yaqin tövanga tushishim kerakligini dedi. Tövanga tushadigan ish shu ishkirdiki nimalarning birisiga yezda. Onunla ben biraz halamadım onu. Şunun bilen onun ki üyede neşriyat Merkezi Milletler Neşriyatı da bir idare var. Şu idarede ben işleşke başladım. Benimki arxivlerimni şulayıp bizge adam kerek dep ep ketibdik. Şunun da üyede ben işleşke başladım. İşimni ancak yaxşı görmedim. Aslında ben edebiyat sahasını, til sahasını yaxşı gördüğüm bir adam. Ama üyedelik devletninki, propagandasınınki bekrek eğerlik ekanligini his qildim. Tarjima qilish, ondan keyin bir necha kitobni darhol men o'zim editörlüğünü qilib chiqarib shunaqa qilgan kitoblarmi bo'ldi. Mening yanaliqi o'rlab o'qish arzuyim bo'lg'ashqa ko'nglimda men shuni u yerdan ketishga bir necha sabablar bo'ldi. Shu ishimni ancha yaxshi ko'rmadim. Shuning bilan ketish qaroriga keldim. Shu dadamninki tavsiyasi bilan Turkiyaga keldim. Bu yerga kelib bu yerda o'qishda anlaştım. Okugan sırı bizge özümüzün tariximizni, özümüzün edebiyatımızı okuş fursatımız pek yoktu. Keyingi ahırkı mezgillerde biz özümüz tirişip biraz kitap okuşqa tirişdik. Hatta bazı kitaplarni mening bir hadam var. Onun bilan birga ko'chirib ariyatga kelgan kitapni men Uyg'ur madaniyatiga munosabatli tarixiy musiqiy degan bir kitap botdi. Shu kitapni biz o'zimiz kechilab ko'chirib ashta qilib bizga qilib qolsin deb shunda qilib ketgan ahvollarmi bor endi. Kitapni ayt azdi. Biz o'zimizga oid kitaplar bek azdi. Türkiye'ye kelgandan keyin ish qilib shunday bir xil ochlik his qildim men bu o'zimizning kitoblarimizga, o'zimizning madaniyatimiz, qadimgi madaniyatimiz, bularni nurg'un o'qish jarayoni, uning ustiga o'zimning tanlagan kasbim shu qadimgi Uyg'urcha bo'lgan ekan, hamda til bilan tarix, madaniyat ayrilmaydi har zaman birga. Shuning uchun men o'zimning xalqim bilan, o'zimningki madaniyatim, o'zimning tarixim, tilim, diniy e'tiqodim bu haqda nurg'un bilimga ega bo'ldim. Mening opam, dadam, hadilerim, ondan keyin nurg'un urug' tuqqanlarim, hamda mening yiltizim Sharq Turkistonda, mening yiltizim G'oljada. Shuning uchun boshqa nurg'un yerlarga berib yashasam, yana davomli sevginaman men o'zimning vatanimni, o'zimning yurtimni. Şuna berishga tirishdi qo'limizdan kelishicha. Keyin bu Turkiyadagi o'qishim tugagandan keyin doktorligimni boshlagandan keyin to'y qildim. To'y qilib mening bolalarim bo'ldi.
Balalarımni apırışqa tirişdik əmdi. Lekin 2011 yıldan keyin beriş imkaniyeti bolmadı. Çoğ balamni bir neçə qitim apadım. Kiçik balamni anca apıramay qaldım. Şunun bilen bütün münasibetimiz asta-asta nem qilishga başladı. Anca biz telefonlarla sözleşip turatdık. 2014'ten keyinki vaqealardan keyin, lekin urug' tuqqanlarimiz biz zamanda qiyliqi nima bor deb WhatsApp gruplarga o'xshash şu gruplarning hammasidan mening do'stlarim, saboqdoshlarim, mening urug' tuqqanlarim, o'zimning hadalarim, mening yeğenlerim, jiyanlarim, ularning hammasi meni chiqarib etdi, o'chirib etdi. Çünkü vaziyatning qanchalik xatarlik ekanligini ondan keyin his qildik. Apam vafot bo'lib ketdi. Uzoqdan yig'lab qaqshidik. Ondan keyin mening cho'ng adam vafot bo'lib ketdi. Onimi shu uzoqdan uzib qo'yishga to'g'ri keldi. Bu ish beshiga kelgan malla emas. Milyonlarca Uyg'urning beshiga kelgan ishlar bu. Uyghur tilida kurslarni açtık. Uyghur tilida medeniyet terbiyesi ippadık. Uyghur tilida tariximizni tanıştırdık balalarımızga. Bizning kim ekanligimiz, bizning coğrafiyamiz, bizning boyliklarimiz, bizning vatanimiz bu vatqa işlamışlarning hammasini Uyghur tilida tanıştırıp ilmi faaliyetlerini ep beriş orqali Uyghur tilininki ilmi bir til ekanligini, bilim sahasida putirab turish kerakligini teşvik qilib, mushuni hamda mushuniga binoat cho'ng bir to'yib qo'shdik deb o'ylayman. Uyghur tilininki ilmiy sahada vatanning sirtida qo'g'dilib kelishiga biz Uyghur Akademiyasi yordamchi bo'ldi va bo'lyotdi. Balalarimizni yaxshiroq yetishtirishga tirishimiz. Bundan keyingi ishlarimiz, faoliyatlarimiz shu tarafdan bo'ldi albatta. Nishonimiz shu. Uyghur madaniyatini, Uyghur tilini, Uyghur kimligini qo'g'dab qilishga tirishish. Chet elda nurg'un Uyg'urlarimiz bor, balalarimiz bor, yetishayotgan yoshlarimiz bor. Bularga özünün medeniyetinin, özünün yıldızının yaman uzaklaşıp ketmey, şu Uygurluqni saqlab qalgan halda özlerini yetiştiriş. Dünya bek taraqqib ketdi, dünyada Uygurning o'rni bo'lishi kerak. Bu hamda bilim bilan bo'ladi deb ishonaman men. Bilimga bek ahamiyat bermagan millatlarning bundagi yashashimi bek tez. Biz ham hozir vatanimizga ait cho'ng bir zulm davom qilyotdi. Ammo biz ruhimiz bek tushib ketgan emas. Cho'qim biz vatanimizga qaytamiz degan ishonchimiz bor. Şuna biz balalarimizni, yani Uyghur qilib tarbiyalashga tirishyapmiz bu yerda.